Poytaxtimiz Toshkent shahrining aksariyat ko'chalarida turli kommunikatsiya tizimlarini o'rnatish maqsadida qazish ishlari olib borilmoqda. Transport nazorati inspeksiyasi yo'l qurilish sifatini nazorat qilish Toshkent shahar huddiy bo'limi tomonidan qazish ishlari holati o'rganib chiqildi. Mazkur o'rganishlar davomida qazish ishlarining amaldagi qonunchilik talablari asosida olib borilayotgani, harakat xavfsizligi ta'minlanganligi holati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bilan kelishilganligi va yo'l belgilarining o'rnatilganligi o'rganib chiqildi va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi. O'rganishlar davomida birinchi navbatda yo'llarda harakat xavfsizligi ta'minlanganligiga alohida e'tibor qaratildi. Xavfsizlikning ta'minlanganligi turli ko'ngilsizliklar oldi olinishi demakdir. Qazish ishlari davomida imkon qadar harakat ishtirokchilariga xalaqit bermaslik, tirbandliklar vujudga kelishini oldini olish lozimligi yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Reja qilib olganimiz 660 metr paganometr quvurni yangi tarmoq, yangi quvurga almashtirish rejamiz ko'zda tutilgan. Hozir mana ish jadallashtirib olib borilyapti. Hammasi texnologiya asosida, ortiqcha ustidagi musor qatlamlari, asfalt qatlamlari hammasi olib chiqib ketilib, yumshoq grunt va ustiga shag'al qoplamasi bilan qoplanib, trambovka ishlari amalga oshirilyapti. Yo'l qurilish nazorati inspeksiyasidan shu o'z tavsiyalarini berib ketishdi. Ya'ni shu trambovka qilish, zasipka qilish texnologiyasini yana bir bor eslatib o'tib ketishdi. Biz o'sha texnologiya bo'yicha qurilishlarni amalga oshiryapmiz. Hammasi nazorat ostida ish olib borilyapti. Inspeksiya xodimlari qurilish jarayonlarini ham monitoring qilib, kerakli ko'rsatma va tavsiyalar berishmoqda. Asosiy maqsad kommunikatsiya tizimlari o'rnatilgandan so'ng avtomobil yo'llarini, yo'l sathini oldingi holatga qaytarish va qonunchilikda belgilangan barcha ishlarni sifatli amalga oshirilishiga erishish. Ayni damda 500 diametrdagi turbalarni almashtirish ishlari 210 metr turbani almashtiryapmiz. Kerakli yo'l belgilari, xavfsizlik choralari inspeksiya tomonidan maslahatlariga amal qilingan holatda ish olib boryapmiz. Xudo xolasa 2-3 kun davomida xalqimizga yana yo'llarni ravon qilib, asfalt qilib berishga harakat qilamiz. Ta'kidlanganidek, rejalashtirilgan ishlar yakunlangach, hudud obodonlashtirilib, yo'llar belgilangan tartibda asfaltlashtiriladi. Inspeksiya xodimlari o'z navbatida monitoring va o'rganish ishlarini muntazam olib borishmoqda.